Mashhur futbolchi hozir oddiygina taksist. Ishonish qiyin, ammo bu qanday sodir bo'ldi? Bu ukrainalik Chelseaning 2 yil oldingi 10-raqamli hujumchisi Mikhailo Mudrik. Bundan oldin aynan 3 nafar futbolni yakunlab, oddiy hayot tarzini kechirayotgan futbolchilar haqida gaplashamiz. 3-o'rinda Emmanuel Eboué. U vaqtida Arsenalda 6 yil o'ynagan va millionlarni ishlab olgan. Xotini unga barcha mol-mulkni o'z nomiga o'tkazib berishini so'raydi va to'ydan keyin bir necha farzandlarning tug'ilishidan so'ng sekingina ajrashishga ariza topshiradi. Ishonuvchan va qalbi pok Eboué hech vaqosiz qoladi va Britaniyani tark etib, Côte d'Ivoire'da oddiygina maktabda futbol ustozi bo'lib ishlay boshlaydi. Ikkinchi o'rinda Royston Drenthe. U Cristiano Ronaldo bilan Real Madridda o'ynagan va 3 marotaba pulni boshqarishda kamchiliklar, soliqlar va qarzlar sababli bankrot bo'lgan. U hozir oddiy kasalxonada feldsher bo'lib ishlaydi. 3-o'rindagi futbolchi esa Mikhailo Mudrik. 1 yil oldin u Chelseaning 10-raqamli umidli futbolchisi edi. Aynan u jamoaga 100 million yevroga Shaxtyordan transfer qilingan. Ammo noqonuniy doping natijalari sabab u hozir Kiyevda oddiygina taksist haydovchisi bo'lib ishlaydi. Bundan hech qachon uyalish va azob chekish kerak emas, ayniqsa erkak kishi. Inson har qanday sinov va qiyinchiliklarga tayyor turishi lozim. Shunday ekan, qilayotgan ishingizda tartib, stabillik va chuqur o'ylangan g'oyani har doim ilgari suring.